Mani gapim mana bunaqangi yeb to'ymas, yalab to'ymas ochofat otarchalarga tegishli. Sanlar o'zingni haqqingni olib bo'lgansanlarda dogovor qilib. Haqqing yo'qki, yosh bolalarni to'yxonada mana bunaqa qilib, urib, nuqib, sochidan yulib, quloqini cho'zib, qo'llarini qayrib, itarib, pul talashib yosh bola bilan-da. To'y yosh bola bilan Xurshid aka, bugungi to'y qanday o'tdi akajon? Zo'r to'y bo'ldi. Sharq to'yxonasi mana Urgut tumanida, Sharq to'yxonasida yangi to'yxona ekan. Eng asosiysi to'yxona zo'r. Hamma tomonlama akustikalar ham zo'r. O'zimiz ham maza qildik va Xizmatda kamchilik xizmatlar yo'q. Xalqingizga tavsiya qilasizmi? Hammaga tavsiya qilaman. O'zimiz ham yana keraklik nasib qilsa Xudo xolisa. Sog'lik, salomatlik. Endi o'z Samarqandda to'ylar har doim zo'r bo'ladi. Bugungi to'y ham boshqacha bo'ldi. Sog'lik, salomatlik. O'z yaxshi yigitsiz-da, shuning uchun qayerga siz borib yurgisi o'sha zo'r ketaveradi. Rahmat akajon, sog' bo'ling. Men shunday deb o'ylayman. Umringiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum barcha ijtimoiy tarmoqda o'tirgan, kuzatgan bizni muxlislarimiz. Bitta narsaga aniqlik kiritib qo'yay dedim. 25-iyun kuni Urgutda to'yda bo'lganmiz. O'sha yerda to'yda hali bolachalarni otib yuborgan ekan kimdir. To'yda uni bizni odamlarimiz bu ishni qilmaydi. Avvalo birovni to'yiga borib, birovni bolasini otib yuborishdi, o'zi noto'g'ri. Aytdi o'sha to'yda egalarni o'zlari qilgan ish shu. Shuning uchun ha deb bilib bilmay menimcha analiz qilish noto'g'ri, birovga noto'g'ri hukm chiqarish bilib bilmasdan o'zim aytib beray dedim. Shunga aniqlik kiritib turib, men tilim qisiq bo'lganda yo bir noto'g'ri ish qilgan bo'lganimda indamay chekkada o'tirgan bo'lardim. Hozir gapirmasdan buni gapirmagan. Shuncha kundan beri xizmatlarda bo'ldim, vaqtim bo'lmadi kirgani. Bugun vaqt bugun bo'lib qolgani uchun shunga aniqlik kiritib qo'ydim. Hali blogerlar, sizlardan iltimos ukalar yo singillar qo'yishdan oldin hamma narsaga aniqlik kiritib turib keyin qo'yinglar. U qistirgan bo'lsa to'yda egasi, men uni qistirgin degan joyim yo'q. Yo boshqa to'yga borganingizdan keyin qistirgin demaysiz, boshqa demaysiz. Shuning uchun sizlardan iltimos u noto'g'ri negativlar yozmanglar. To'yda egasi qistirgan bo'lsa, masalan, o'zini cho'ntagidan qistiryapti, mayda pul qistiryaptimi, yirik qistiryaptimi, u uni problemasi. Lekin u qo'shiqchi hamma qo'shiqchilarga yo san'atkorlarga negativ gapirish noto'g'ri, bilib bilmasdan. Sizlardan iltimos to'g'ri nima qilinglar, gapirganda ham birovni bolasini urib bo'lmaydi, urishini tursin, olib tashlab ham bo'lmaydi bitta joyni. Hozirgi zamonda hamma ham ota-ona farzandlarini yaxshi ko'radi. O'shalar qatori biz ham farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz. Hurmat bilan Xurshid Rasul ilohim, uylaringda yaxshi kunlar bo'lsin, faqat topganlaring yaxshiliklar bo'lsin. Birovga yomonlik tilab bo'lmaydi. Yomonlik tilasangiz ertaga o'zingizga ham qaytib qolishi mumkin. Xudodan hammamiz qo'rqaylik. Sog' bo'linglar.